Shogirdlar savoli. Boboning yoshi nabirasining yoshidan 6 marta katta. Agar 4 yil oldin boboning yoshi 4 yil oldin nabirasining yoshidan 8 marta katta bo'lgan bo'lsa, bobo va nabiraning yoshlarini topinglar. Amina siz tayg'iysiz. Kamron sen ham tayg'iysiz. 4 yil oldin dedim. Yes. Yaxshi. Azima shogirdim bir. Bobo necha yoshda ekan Azima? 84, nabira. O'chiringlar keyingi savol. Birinchi savolda Azima yutdi. Kamron o'chiringlar. Savol. Otaning yoshi 56 da, o'g'lining yoshi 20 da, qizining yoshi 14 da. Necha yildan so'ng otaning yoshi farzandlari yoshlarining yig'indisiga teng bo'ladi, topinglar. Yes. O'tirganlar ham ishlayaptimi? 21 dedim ama 20 Chim. 21 demadim, 20 dedim. Xo'p. Azima 1. Necha yildan keyin ekan Azima? Amina 2. Shirina 3 qayerdan kelyapti? Shirina ishlolmadi. Azima 1, Amina 2 o'chiramiz. Keyingi savol. Xo'p. 0, 1, 2, 3, 4 va 5 raqamlaridan nechta raqamlar takrorlanmaydigan 5 ga bo'linadigan 3 xonali son tuzish mumkin? Raqamlar takrorlanmaydigan 5 ga bo'linadigan 3 xonali son. Nechta ekan? Azima shogirdim 1. 36 tamikan? Amina 2, Shirina shogirdim 3. Kamron ishlolmadi bu safar ham. O'chiramiz. Kamron hali bironta ishlolmadi. Xo'p, tayyormizmi shogirdlar? 5-A va 5-B sinfda jami 40 ta o'quvchi bor. Agar 5-A sinfdan 5-B sinfga 6 ta o'quvchi o'tsa, ikkala sinfdagi o'quvchilar teng bo'ladi. Savol: har bir sinfda nechtadan o'quvchi bor? Topinglar. Tez. Teng bo'ladi dedim, teng. Bo'ldi o'sha teng. Ishlar Kamron, ikkinchi yo'ling bor-ku bu usulda ishlolmasang. Har birini topinglar. Har birini topinglar Azima. Malades, Azima 5-A sinfda nechta ekan? 14 ta. Shirina shogirdim ham bo'ldi. Nechta ekan Shirina? Yaxshi, o'chiringlar. Amina bilan Kamron ishlolmadi. Tez. Kamron o'chir. Bo'lib bor. Y teng. Kamron ham ishladi. Oxirida ishladi. Tez o'chiramiz. Xo'p, shogirdlarim. 2 ta do'kon bor. Birinchi do'konda 620 ta non bor. Bu do'kondan har kuni 15 ta non olib ketiladi. Ikkinchi do'konda esa 120 ta non bor.
Bu do'konga har kuni 5 ta non olib kelinadi. Savol: necha kundan so'ng ikkala do'kondagi nonlar soni teng bo'ladi? Topinglar. Tez. Necha marta ko'p deysiz? Kamron tayoq yeysan. Ha. Teng bo'ladi, teng. Amina tayoq yeysiz. Azima shogirdim 1. Necha kundan keyin ekan? 25 kun. Shirina shogirdim 2. Amina bilan Kamron ishladi. Amina ishlolmadi. Hop, o'chiringlar, keyingi savol. Hop, shogirdlar, tayyormizmi? 1, 2, 3, 4, 6 raqamlaridan nechta 1 va 4 raqami yonma-yon keladigan, raqamlari takrorlanmaydigan 3 xonali son tuzish mumkin? Malades. Azima 1, Amina 2. Shirina bilan Kamron ishlolmadi. Shirina nima ishlolmadi? Qo'shing. Ha, oltini qo'shing. Kamron ham bo'ldi, 12 ta ekan. Shirina tushunmayapti. O'chiringlar, keyingi savol. Tayyormizmi shogirdlarim? Xo'p, keyingi savol. 4-A va 4-B sinfda jami 60 ta o'quvchi bor. 4-A va 4-B sinfda 60 ta o'quvchi bor. Agar 4-A sinfdan 4-B sinfga 2 ta o'quvchi o'tsa, 4-B sinfdagi o'quvchilar 4-A sinfdagi o'quvchilardan 2 marta ko'p bo'ladi. Savol: har bir sinfda nechtadan o'quvchi bor? Tez topinglar. Ikkalasi ham x bo'ladimi? Yo'q, x y. Ha, yaxshi. Tenglamasini to'g'ri tuzdilaring, endi yechinglar. Tez. Uxlab qolaman bu tezliklaringga. Kamron tushunmayapti, ukaliga yechyapti. Azima yaxshi ketyapti. Malades. Nechta ekan Azima? 28. Haqiqatda qo'shib olsak 22 ga 38 necha? 60. 4-A sinfdan 2 ta o'tsa nechta qoladi 4-A sinfda? 4-B sinfdachi? Haqiqatda necha marta ko'p? 2 marta. Shirina shogirdim 2. Amina shogirdim 3. Kamron ishlolmadi. Kamron nechinchi sinf? 5. Amina 4-sinf. Shirina 4. Azima 4. Azima yetdi. 3 ta 4, bitta